Hammaga assalomu alaykum. Bugungi qisqa darsimizda saytga o'zgartirish kiritmaymiz, balki ma'lumotlar bazasiga ulanish konfiguratsiyasini o'zgartiramiz. Buning uchun product context faylini ochamiz va konstruktorida ko'rib turganingizdek bazaga ulanishda bazani fayl nomini ko'rsatib qo'ygandik. Aslida bunaqa qiymatlar konfiguratsiya orqali berilishi kerak. Biz ham shunaqa qilamiz. Fayl nomidan kopiya olamiz, belgilab turib appsettings.json faylini ochib olamiz. Shu faylga connection strings degan faylni shu faylga connection string degan bo'lim qo'shib olamiz va shu bo'limga dbFileName degan kalit qo'shib olamiz. Va unga fayl nomini kiritamiz. Kopiya qilgan fayl nomini tashlab qo'yamiz. Bu konfiguratsiyalar Program.cs faylining yuqori qismida joylashgan Web Application Create Builder funksiyasi orqali o'qiladi. Bu funksiyada appsettings.json, bundan tashqari muhitga xos sozlamalar ham o'qilishi mumkin. Masalan, appsettings development.json va boshqa ko'plab konfiguratsiyalar avtomatik tarzda o'qiladi va configuration obyektiga yuklanadi va ular iConfiguration interfeysi orqali ishlatiladi. Biz konfiguratsiyani qo'shib oldik. Endi product context ga kirib turib, uni konstruktoriga iConfiguration obyektini qo'shib olamiz. iConfiguration config deb yozib qo'yamiz. Endi bazamizni faylining nomini o'rniga shu config orqali murojaat qilamiz. Config get connection string deb yozsak va connection stringda berilgan kalitni ko'rsatamiz dbFileName deb. Bu kalit nomini appsettings.json faylidan ham ko'chirib olsak bo'lardi. Ya'ni appsettingsdagi dbFileName kalitini kiritib qo'yamiz. Endi ilovamizni ishga tushirsa ham bo'ladi. Ilovamiz ishga tushdi. Mahsulotlarga kiramiz. Mana konfiguratsiyani yangiladik. Bazadan o'qiyapti. Bugungi darsimiz shu bilan tamom bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.